Do'stlar, bugun men sizlar bilan Zodi do'stlar, biz bugun hardkorda o'ynaymiz do'stlar. Unday bo'lsa biz boshladik. Bu hardkorning birinchi qismi do'stlar. Tak, ba'zi bir instrumentlarni yig'ib olishimiz kerak. Tak, mana do'stlar, bu verstakga qo'yamiz tayoqcha va yana bir ikkita narsalar tak bo'ldi. Daraxtni uzuntiramiz, tayoqcha va birinchi navbatda biz kirka yasaymiz o'zimizga, keyin esa lopatka. Opa. Opa, endi biz cho'pamiz, ya'ni peshqadamga do'stlar, agar videoda qo'shlar bo'lsa, men aybim emas, bu shaderning aybi. Qanday shader qo'shdim. Tak, agar video qo'shsa shaderda aybi. Shuning uchun tak. Bizga 20 tosh yetib ortadi. Oddiygina hardkorning birinchi nimasi. Tak, o'zimizga uy qurib olishimiz kerak. Oddiygina 20 ta bo'ladi. Bitta temir bor. Adashib ketdim, ko'mir bor ekan. Hech bo'lmasa do'stlar, biz o'zimizni xavfsizligimizni o'ylagan holda hech bo'lmasa bittagina bo'lsa ham temir topishimiz kerak qalqon uchun. Tak, qalqon craft qayerda? Mana. Boshqaroq ko'mir. Tak, toshni qoldirma buyog'ini. Obbo. Bo'ldi. Taverstak qo'yamiz. Buni emas, tak. Bo'ldi. Qani ketdik unda. Tak. Atak. Bo'lgan so'zini topyapti. Bu ikkita arining nima do'stlar? Yo'q, ikkita arining ini. Tak, endi birinchi navbatda bizga qo'ylar kerak. Qo'ylarsiz biz nima qila olmaymiz, chunki bizga yotoq vazifa junlari bizga yotoq kerak. Ya'ni junlardan biz yotoq yasaymiz. Tak. Otning bolasi. Tak, qo'y. Opa. Darajam suvga tushib ketdi. Birinchi daraja juda zo'r. Tak. Opa, yana bitta qo'y.
gulni ham olib olishimiz kerak do'stlar. Nega u qo'y to'pdim. Yana u endi har xil deyishingiz mumkin, lekin menda zo'r taktika bor do'stlar. O'zingiz ham qo'llashingiz mumkin. Alohida junlar bo'lsa, mana qaranglar do'stlar, qo'yasizlar. Gulni bunday qilasizlar. Gulni rangiga aylantirasiz. Endi bizga yana ikkita gul kerak. Ko'p bo'ldi. Topdik. Tak, mana to'pni yana qo'yib mayli. Tak, mana endi qaranglar. Har bitta junni aylantirib chiqamiz. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Endi yaxshilab qaranglar. Endi yotoq paydo bo'ladi. Tadam! Ko'rdingizlar do'stlar? Har xil junlardan bitta bir xil yotoq qilsa bo'ladi. Eski versiyalarda farqi yo'q edi. Kim bilsa, eski versiyalarda umuman farqi yo'q. Alohida qizil yotoq, tamom. Bo'ldi, ketdik. Endi bizda yotoq bor. Tunlarni bemalol o'tkazish mumkin. Bu bizning suparimiz. Ya'ni hardkorimizda. Tak. Endi do'stlar, men bu narsani yo'qotib, tosh davri bilan yog'och ketgan bilan xayrlashsak ham bo'ladi. Jo'naga chiqish kerak. Bo'ldi. Endi ular bilan allaqachon xayrlashish kerak edi-ku. Hayır. Tak, u qorong'u tushishni boshladi. Keyingi hozirgi maqsadimiz do'stlar, aslida yotoq yasash edi. Bo'ldim. Endi tunni o'tkazish bizning asosiy maqsadimiz. Keyin ikkinchi videoda uy quramiz. Yo'q. Qishloq topamiz do'stlar. Keyin oxiri Ender Dragon'ni o'ldiramiz. Oxiri Ender Dragon emas. Butun Minecraft'dagi topshiriqlarni, bosslarning egamiz bor ham. Qoch. O'zimga men uxlamayapman hali ham. Yo'q, barchaga xayr do'stlar. Sizlar bilan zo'r versiyada qoch. Bo'pti, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan zo'r versiyada qoch. Obbo, do'stlar, mana men hardkorimda o'lib qoldim. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda albatta like bosing, obuna bo'ling.